Do'stlar, bu mini vata deyiladi. Buni aynan shunaqangi xomg'ash va shlakoblokli devorimizga qilganmiz. Rekadan karkas o'qilgandan keyin mana shunaqangi klinker deb nomlangan oq va qora bo'lgan fasadni plitkalarimizni montaj jarayoni ketyapti do'stlar. Hozir umumiy aviomni ko'ryapsizlar qanaqa. Uy faqatgina shlakoblokdan qurilgan, shuning uchun mini vatalarda utepleniyalarini qo'yib, ustagalarimiz shunaqangi klinker deb nomlangan fasadni plitkalarimizni montaj qilib berib kelishyapti. Aynan shu fasadni plitkamizni tarkibi betondan bo'ladi, sokollari ham o'zi ham betondan bo'ladi. 16 xildan ortiq turi bor do'stlar. Rekaga qilinishini sababi to'liq rezbu edi. Havo aylanish hisobiga reka hech qachon chirimaydi do'stlar. Fasadni plitkalarimiz shu ko'rib turganlaring 95 ming so'm, sokollari 65 ming so'm. 65 mingdan boshlab 95 ming so'mgacha fasadni plitkalarimiz bor. Usta haqqi reka samarvezlaridan o'rtacha do'stlar 180 mingdan 220 ming orasida tushadi. Bu ishlatiladigan stroy materiallariga qarab do'stlar. Bu zazori qochganning hisobi devor qiyshiq, shunaqangi nolga qo'yilgan, undan keyin telefonlarini qiladi. Bitgan holatiga o'zlaring e'tibor beringlar. Qay darajada hali bu laklangan yo'q do'stlar. Laklangandan keyin juda ham udar chiqadi do'stlar. Buni fasadni plitkani ustiga razvedka filtrlari qanaqa qilib o'rnatiladiganlarga mana bemalol